Assalomu alaykum do'stlar. O'tgan safar dashboard content bo'limidan tanishgandik. Endi bugun analitika bo'limi bilan tanishib chiqamiz. Qisqa bo'ladi. Analitika bo'limida overview, content audience trends degan bo'limlar bor. Overview bu общий kanalist haqidagi hamma statistikalar. Mana 280 ta, menda misol 280 ta ko'ryapti 28 kun ichida 9:03 soat, ya'ni 9 soat 30 minutni shunaqa ko'rilgan, 12 ta obunachi qo'shilgan. Mana bunaqa statistikani ko'rib turibsiz. Videolarim, kontentlarim qaysi biri nechta ko'rilgan, mana bu yerda net foiz, misol uchun 15% ni ko'rishyapti, buni 41% ni ko'rishibdi. Buni 10%, bu ham 41% ko'rganlar. Mana oxirgi 4 ta ham 41%. Deyarli yarmiga borgan. Mana bundasi 40 ta odam 41% ko'rgan. O'rtacha hisobda. Bu yoqda eng oxirgi kontentda общий statistikalari. Click through rate degan narsa bor hozir mana. Content code. Content mana 278 ta ko'rildi. Общий kontentimizga 4400 ta impression bo'lgan, ya'ni 4400 ta odamga YouTube ko'rsatib bergan. Undan 2% bosib videomizni ko'rgan. O'rtacha 2 minut ko'rgan. Ya'ni kimdirlar 10 minut, kimdirlar 5 minut, kimdirlar 1 minut, 30 sekund просто kirib chiqib ketganlar bor. O'shalarda o'rtacha hisobi 2 minut. Bu 1 sekund ekan. Content bo'yicha 55%. Shortslar bor. Shortsda 2 ta odam ko'ribdi xolos. 28 kunda. Postimizga 9 ta impression bo'libdi. Audience code bu bizning obunachilar va kuzatuvchilarda общий statistikasi. 10 ta odam qayta ko'rgan videolarimizni. Ya'ni 10 ta odam birinchi ko'rgan, undan keyin chiqib ketib, yana qachondir esiga tushib, yana ko'rgan, qaytib. 188 ta odam bu bir martalab ko'rgan, 12 ta obunachi qo'shilgan mana. Bu yoqda ham bunaqa chartda ham ko'rsa bo'ladi. Bu hali bizga mana qanaqa degan statistika chiqarib berish uchun yetarli ma'lumot yo'q bunda. Obunachilar 95% obunachilar obuna bo'lmasdan ko'rayotgan, 4% esa o'zimiz obunachilar. Bunga ham hali bizni statistikamiz yetib bormas ekan datamiz. Device type, qaysi qurilmadan ko'rishyapti? Mobilniy 73%, kompyuter 21%, televizor 209%, tablet, planshetdan 8%. Televizorda ham ko'rishar ekan. O'zbekiston 52%. O'zbekistondan ko'rishar ekan. Mana bu joyda subtitrsiz ko'rishar ekan. 3.2% obunachilarimiz subtitr bilan, o'zbekcha subtitr bilan ko'rishar ekan. 0.7% obunachilar turkcha subtitr bilan ko'rar ekan. Hamma statistikada ko'rib borsa bo'ladi. Mana shu statistikaga qarab turib keyingi kontentlaringizni rejalab, mavzularini yoki bo'lmasa qaysi turdaligini belgilab olsangiz bo'ladi. Trendga o'tsak, trend bo'limida bizning kanalimizga yaqinroq bo'lgan, bizning kanalimizning mavzusiga yaqin bo'lgan videolarga ideyalar beradi. Yoki bo'lmasa hozirgi O'zbekistondagi trendda bo'lib turgan mavzularni chiqarib beradi. Hop, what people are looking for. Odamlar nimani qidirishyapti? Misol uchun biz nimamizga oid, mavzuyimizga, kanalimizga. Tomator, Android Studio, Artificial Intelligence, sun'iy intellekt haqida qidirishyapti ekan. Android Studio ideyasi, ya'ni shu haqida qidirishyapti ekan.
Seti on mic mikrofondaga nastroykalar qidirishyapti ekan. Brightman Studio qidirishyapti ekan. Speaker test. Hop. Kolonkalarda test qilish shunaqa narsalar qidirishyapti ekan hozir. Ko'proq show all ko'rsak ko'proq ma'lumot chiqarib beradi. Online drone review, recording microphone for singing, best concert. Bu ko'proq ingliz tilida, o'zbek tilida juda kam. YouTube umuman o'zbek tiliga yoki bo'lmasa O'zbekiston auditoriyasiga qiziqib ham turmaydi. Analitika bo'limi mana oddiy shular edi. Yana bitta narsa. Mesela overview ko'rsak, hamdan necha kunligini, mesela oxirgi 7 kunlikni ham ko'rsak bo'ladi. Oxirgi 7 kunda mana pastga tushib ketibdi statistikalar. Oxirgi 90 kun ko'rsak bo'ladi. Oxirgi 90 kunda qanaqa bo'lgan? 1 yilda qanaqa bo'lgan? 1 yildagi statistikani ko'rsa bo'ladi. Shunaqa. Analitika bo'limi shulardan iborat edi. Keyingi safar community copyright bo'limini ko'rib chiqamiz. Rahmat.